Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan bugun Dilisoybek. Demak, bizlar bugun Dilisida bo'lgan o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Asosiy mavzuyimiz Dream Stars 2025 haqida bo'ladi. Demak, biz boshladik. Hozir bizlar bu o'yinchilarni olsak nimalar bo'ladi, ularni qanday olamiz va shu kabilar haqida gaplashamiz. Demak, bu o'yinchilarni olishimiz uchun biz mana bu bo'limga o'tib olishimiz kerak. Ya'ni mana bu vaqt tugagandan so'ng bu yerda olmosga ochsak, mana bu 11-dan birini beradi bizga. Ular butun umrga turadi va hech qayoqqa yo'q bo'lib qolmaydi. Bundan tashqari Dilsga yangi stadionlar qo'shilgan. Agarda bu stadionlardan birini ochadigan bo'lsak ham, bizlarga mana bu o'yinchilardan birini berish mumkin. Bu o'yinchilarni shu tarzda olsak bo'ladi. Demak, hurmatli obunachilar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Obuna bo'lishni unutmang.